Assalomu alaykum obunachilarim. Bugun biz sizlar bilan shunaqa mazali, shirin dumboqgina rakushkalar pishiramiz. Pishirishi juda ham oson va pishirishga tavsiya qilaman. Va bizga kerakli masalliqlar: un, kartofel kraxmali, tuxum oqi, tuxum sarig'i, uksus, smetana, shakar, margarin shidolati va yong'oq. Birinchi bo'lib biz un bilan margarinni aralashtirib olib kroshka qilamiz. Endi smetana, tuxum sarig'i va uksus qo'shib olib xamir qoramiz. Xamirimizni 25 grammdan o'lchab, zuvalacha qilib sindirishga qo'yamiz. Endi krem qilamiz. Tuxumimizni mikserlab, asta-asta shakar sepamiz. Bizda shunaqa bezak chiqadi. Aylantirib tekshirib olamiz. Ketidan kartofel kraxmalini solamiz. Endi xamirimizni yoyib, bezak quyib, rakushka qilib olamiz. Va bizda shunaqa mazali pechenyelar chiqadi. Agar yoqqan bo'lsa, video like bosing va obuna bo'ling.